Uyingizda turib qolgan smetana yoki qaymoq bormi? Unda shunaqa chiroyli, barakali, lisli, tvorogli pirog tayyorlaymiz. Idishimizga un va xona haroratida erib turgan sariyog' man shedriletidan foydalandim. Uroq holatiga keltirib olamiz. So'ng shakar, bir chimdim tuz, razrixretsil solib birov aralashtirib yuboramiz. Ketidan 3 dona tuxum sarig'i va qaymoq solib va shakar vanilinidan solamiz qo'zajonlar. Yumshoqini xamir qilib, birini katta, birini kichikroq qilib zuvolachalarga bo'lib, yarim soatga tindirib qo'yamiz va nachinkasini tayyorlaymiz. Tvorogga shakar, kraxmal va tuxum oqini solib, chopper yordamida ezib olamiz. Masalliqlar aniq grammini yozib qoldiraman qizlar. Katta zuvolacha xamirimizni olib, list razmeriga moslab yoyib olamiz va ustidan tayyor bo'lgan nachinkamizni solib, bir tekisda qoplab olamiz va ikkinchi zuvola xamirimizdan shakl qilib chiqdim. Men yulduzcha shakldan foydalanib, siz xohishingizga qarab boshqa shakllardan ham qilishingiz mumkin. Ustidan tuxum suramiz va qizib turgan pechimizda 180 gradusda 30-35 minut davomida pishirib olamiz. Ustidan shakar upasi sepib, dasturxonga tortamiz. Qarabsizki, juda ham mazali bo'lgan pirogimiz tayyor. Yaqinlaringizga ham ulashing, ketqizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Kanalimizda aktiv bo'ling, yurakchalaringizda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'ling.